has been entirely devoted to the world of motorsport. Built for racetracks, master of the road. Assalamualaikum. Aka yaxshi keldingizmi? Siz charchamayapsizmi? Aka yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi siz? Hamma bavolari. Furqat aka qatga yo'l oldik. Endi bunisi topishi kommentariyada yozib qo'yishdi-da. Assalomu alaykum Bobur aka. Aka yaxshi keldingiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Nazdinaga yaxshi keldingiz? joyda ochamizmi? Joyda ochish kerak lekin. Videolarga ochamiz-ku. Videolardan atak nimalarga bilyapti? Taxminan bilyapti lekin. Oker sumeshmas deydi. Yetoymi? Ishkalatganmi o'xshaydi? Yo'q, ishkalatmi? Birorta bir ishkalat. Ha, katta ishkalat. Qo'yasiz, qattiq qo'yasiz yoki qo'yasiz. O'zdan. Rahmat. Biz Xo'tkani nomeradini bo'pti. Furqat degan boshlaylardi. Hammaga bahoriy kayfiyat. Nomeradin. Конечно. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Aka yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Siz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka bilaman, yaxshi dam olgansiz. Charchamayapsizmi? Qilmagansiz. Qanaqasiz? Rahmat aka. Assalomu alaykum. Toshkent. Tez podpisatsiya bosish kerak, laykni bosib apparat qilish kerak. Bundan zo'rlar chiqadi yaqinda roliklarni. O'tamiz. to'g'ri yurib chapga yursang o'sha so'qoqqa to'g'ri olib chiqib ketadigan yo'l shu yerda edi-da. Bekor adashdik.
Oldinroqda kirish bor unga. Просто tabiat qo'ynida hamma sizlar uchun kontent videolar zo'ri chiqadi xudo xolasa. Gazni bosinglar. Mana ahvoli qaraydi. Yo turursan. Buni hali egasiga bermadi. Rasmga tushsam yirkani bo'lma. Bir kali o'zmasdan nima ahvol bu aka? Nima ahvol bu? Egasiga berishim kerak bu kepkani, aka. Samir aka. O'tirishlar qarang. 5000 dan yig'aman hali. Va u pulga sunnat akamga xuddi olib beraman. Nega chiqmaydi? Chiqadi. Endi 5000 so'mlik narsalarga nima qiladi? Bitta salom aligimiz o'zi 50 ming turadi. Tabiat nima bo'ladi tabiat? Tabiat go'zal. Uyqu kelib yotibdi mana shu tabiatda. Qorong'och. Nima qilish kerak? Xuddi kiyish kerak hacham aka. Yana marta shashlik qilamiz. O'zi ana o'zi bilan o'zi turgan bo'lardi. Qiyma jasi yeb qo'ygan bo'lardi. Satanam yuribmiz. Bunaqasini eshitmagan. Qiyma jasi yeb qo'yar ekan. Qoraga bir nima deb yuboring endi. Assalomu alaykum. Ha. Qolamiz. Qadrli mehmonlar emas. Burada ham dorilardan.
Shu oling, ketadigan odam. Oh, Mr. Boss. American style. Amerikada og'aylarga maqtanasiz. American style. Increase kreslasiga o'xshayotgan o'zi ham. Assalomu alaykum, offroadchilar. Sarvar aka, Mirfozil aka. Aka, yaxshimisiz? Ham tabiat go'zalligini qaranglar. Bilaman bu tabiat sizlar ko'p ko'rgansiz. Dengiz sathidan necha ming metr balandlikdan bilmayman. Lekin bu yerga aniq merishlar chiqolmaydi, adashmasam. Nima deysiz Mirfozil aka? O'zingiz kommentariyada javob qoldiring. Ikkita chetimiz Adir tog'li mana ko'rishinglar mumkin. Kafeni zo'rida o'tirdik, mana shu yerda o'tirdik. Shashlik somsasi shu zo'r ekan. Tabiat qo'ynida dam olib kelish kerak. Lokatsiyasi qiziq bo'lsa, biz Telegram silkamizni tashab qo'yamiz. Hamma bitta kelib, abdoq kelsin, abdoq qilinglar.